Mevalarni va sabzavotlarni quritib ko'rsatganmiz, lekin go'shtni quritib takoy kapchoniy holatiga olib kelib qo'yadigan apparatimiz kelgan. Bunda biz go'sht, qiymadan farsh, tovuq oyoqlarini quritib kapchoniy holatda ko'rsatib beramiz. Buning uchun apparatni yoqamiz, vaqtini 5 soatga qo'yamiz. Gradusini eng maksimaliga 170 Fahrenheit. Buni bitta svetini yoqib qo'ysa, tepalaridan qanaqa sosteniyada pishayotgani rezultatni ko'rasizlar. Bu apparatimizda 3 xil o'zini setka paddonlari chiqadi. 8 tali bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Go'shtlarni ko'ramiz. Sushoniy bo'lib chiqdi, cho'tki bo'lib. Bu tovuq go'shtdan kurinni jerki deyiladi deb ko'ramiz. Bismillah. Go'shtli snack, televizorda kinoni qo'yib olib, yeb o'tirishli narsalardan. Uzoq safarlarga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Aynimaydi, sasinmaydi, mazasi shu qovuriladi. Mahsulot narxi $149, to'liq 1 yil kafolati bilan Deft firmasidan xarid qilishingiz mumkin.